Leksiyalarımızı davamlaştırımız hürmetli vatandaş. Bugünkü İslah 2020 yıl 9. ayının 4. günü. Hepteki cüme. Endike mavzumundaq. Xi Jinping Japonga qarşı uruş g'alabasini tabriklab, nutq so'zlaganda 5 noktada hergiz yol koymaymiz yoki ma'qul demaymiz deb signal qo'yibdi. Mavzuli xabar 9 ayning 3 kuni Twitter betida e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. To'qqizinchi ayning 3 kuni tushda Japonga qarshi urush g'alabasini xotirlash murosimiga qatnashgandan keyin Jungo Kompartiyasining sekretari Xi Jinping tushdan keyin suhbat yig'iniga qatnashdi hamda nutq so'zladi. Hozir bu Jungo Kompartiyasining sekretari degan so'zni Amerika shunda atashga boshildi bo'libmi? Davlat ishlohoti Mike Pompeo ham Jungo hukumati yoki Jungoning to'rbeti, do'vi to'rbetimi shunda atabdi. Jungo Kompartiyaning sekretari edi. Yig'inda nutq so'zladi. So'zlagan nutqning mazmuni navbatdagi Amerika bilan Jungoning jiddiy munosabatiga qaratildi deyildi matbuotlarda. Xinhua axborot e'lon qilib bundoq ko'rsatdi. Xi Jinping ulug' martabalik Japonga qarshi urush ro'yi abadiy Jungoni rag'batlantirib, har qanday qiyinchilik va to'sqinliklarni yengib, Junhua millatining gullanishi uchun kurash qilamiz dedi. Jungo Markaziy televiziyasi tarqatgan film xabarining mazmuni oshkorladiki, Xi Jinping nutq so'zlaganda 5 nuqtada ma'qul demaymiz deb so'zlaganda pastda kishilar chavoq chalib qarshi oldi. Xi Jinping avval mundoq dedi. Har qanday kishi va har qanday bir kuch Jungo Kompartiyasining tarixini burmalamoqchi bo'lsa, Jungo Kompartiyasining xarakteri, maqsad muddalarini xunuklashtirmoqchi bo'lsa, buningga ma'qul demaymiz. Ikkinchi, har qanday kishi va har qanday bir kuch Jungocha sotsializm yo'lini burmalamoqchi bo'lsa, o'zgartmoqchi bo'lsa, Jungo xalqining sotsialistik jamiyat qurish natijalarini inkor qilish bilan xunuklashtirmoqchi bo'lsa, Jungo xalqi hargiz ma'qul demaydi. Uchinchi, har qanday kishi va har qanday bir kuch Jungo Kompartiyasi bilan Jungo xalqini ayirib tashlamoqchi bo'lsa, qarshilashtirmoqchi bo'lsa, Jungo xalqi hargiz ma'qul demaydi. Jungo xalqi hargiz ma'qul demaydi. To'rtinchi, har qanday kishi va har qanday bir kuch zo'ravonlik vositalarini qo'llanib, o'zining irodasini Jungoga taqmoqchi bo'lsa, Jungoning ilgirlash nishonini o'zgartib, Jungo xalqining o'ziga chiroyli turmush yaratish tirishchanligiga to'sqinlik qilmoqchi bo'lsa, Jungo xalqi hargiz ma'qul demaydi. 5. Har qanday kishi va har qanday bir kuch Jungo xalqining asoyish turmushi va taraqqiyot huquqini buzmoqchi bo'lsa, Jungo xalqining boshqa davlatlar bilan bo'lgan hamkorligini buzmoqchi bo'lsa, insoniyatning tinchlik va taraqqiyotidan iborat ulug'vor ishlarni buzmoqchi bo'lsa, Jungo xalqi hargiz ma'qul demaydi. Bu gap hozir bu xabar sizga anlatayotgan leksiya bu 9 ayning 3 kundagi leksiya. Siz buna diqqat qiling. Endilikda ya'ni shu Xi Jinpingning 9 ayning 1 kuni so'zlagan so'ziga qarab turing. Bu mavzu mundaq. Xi Jinping islohotni cho'nqurlashtirish yig'ini ochdi.
vaziyatga munosabatlik zo'r islohot tadbirlarini muqimlashtirdi deb belgiladi. Mavzuli xabar 9 ayning 2 kuni Duvit orbiti e'lon qildi. Bu birinchi kunidagi gap juma. Beijing vaqti 9 ayning 1 kuni Jungo Kompartiyasining rahbari Xi Jinping Markaziy komiteti islohot chunqurlashtirish komitetining 15 qatimliq yig'inida mundaq ko'rsatdi. Nimam ochdimmi, tushundim men. Mundaq ko'rsatdi. Ishki davrilik yoki almashtirishni tezlatish. Davlat ichi va davlat sirti qo'sh taraflik davriylikni ilgari surib, yangi taraqqiyot vaziyati yaratish. Jungoning taraqqiyot bosqich muhitiga va o'zgarish shartlariga asoslanib, strategik siyosat belgilash. İslahatni cho'ng vaziyatga bog'liq qildi, sistemli cho'nqurlashtirish. O'sha jumlaga diqqat qiling, islohotni cho'ng vaziyatga bog'liq qildi, sistemli cho'nqurlashtirish. Hozir Jungoning oldida ikki xil islohot bor. Tugadi iqtisodiy islohot bu 40 yil mobaynida elib bordi, u tugadi. Hozir Jungo duch kelayotgan ikkinchi bir islohot nuqtasi siyosiy islohot. Sen shuni elib boramsan yo'q, masala mushada hozir erishayotgan masala. Sen bunu elib bormasan, dünya, jahon senda rozi bo'lmaydi. Jungolik ham qanday bilmaymi jungolikni, lekin boshqalar Tibet Uyg'urlar bundan rozi emas. Uyg'urlarning haqqini berishing kerak, Tibetlarning haqqini berishing kerak. Huquq haqqini berishing kerak. Chunqurlashtirish. Xi Jinping mundaq ta'kidladi. İslahatdan ibaret bu mühim halkını çın tutup paydalanıp, batırlıkla ilgilenişini saklap, buran çapkın tosqulluqlarga qaramay, strategilik nişan belgilaş, islahatı texmi çunqurlaştırıp, texim yüksek seviyede etibitiş. Eğer siyasi islahat bombası bu islahat şuar, quruq şuar olur. Yeni taraqqiyot vaziyeti zo'r harakatlantirgich kuch bilan ta'minlash. Yeni taraqqiyot vaziyetini zo'r harakatlantirgich kuch bilan ta'minlash. Davlatning ichida iqtisodning taraqqiyotiga kafolat qilish Jungo Kompartiyasining eng yuksak nishoni bo'lib qoldi. Butun yer sharida Jungo iqtisodiga tushgan ehtiyoj uzilib qoldi. Ichki iqtisodni taraqqiy qildirish faqat ichki davriylik almashtirish qila hojatman bo'lib qoldi. Bu Jungo Kompartiyasi yuqori qatlamning yer sharidagi buyuk o'zgarishga taqobil turishga urinlashtirgan vaziyatdir. Jungo iqtisodi davriylashtiriishning haqiqiy qiyofati va asli qiyofatidir. Wall Kutsi gazeti 8 ayning 13 kuni Xi Jinpingning Jungo iqtisodini taraqqiy qildirishning ishga davriylik o'zgarishi mavzuliq maqola e'lon qilib, bu Xi Jinpingning yangi taraqqiyot andizasi deb ko'rsatgan. Masala nada? Bu tarafda islohotni cho'nqurlashtirish to'g'riliq so'zlash, bu tarafda ma'qul demaymiz. 5 nuqtada g'arb dunyosiga ma'qul demaymiz. Bu islohot nima islohot? Iqtisodiy islohot aqmadam tugidi bu shuarlarni to'lab bo'ldinglar Jungolar qapandilar. Agar bu islohot siyosiy islohot degan gapni og'izdan chiqarmasanglar, shu nuqtaga yetib kelmasa, sizlarda har qanday islohot elib berish mumkin emas. Ammo 5 nuqta buni keyin ko'ramiz, tahlil qilamiz vatandoshlar.